Shuning uchun jallatni biz oramizdan emas, o'sha haliho bir-biriga surma ichirib, ovozini bo'g'ib qo'yadigan otarchilaringiz orasidan qidiring. Agar qidirmaganingizda sizni o'g'il bola demasdim. Beka, oxirgi vagonni ishga olib chiqqanga o'xshaydi. Sharif gullamabdimi? Unisi noma'lum. Uni Moskvadan kelganlar qamashib. Moskvaliklarni avtoangorni ko'rdingmi? Yo'q, biznikilarni aralashtirishmabdi. Qilish kerak ekan. U yoqqa qosh bormabdimi? Uni bir yo'li qilish kerak, bek. Hovliqma. Agar hozir yo'qotadigan bo'lsak, Moskvaliklar xitlani qoladi. Bo'pti. Bo'lmasa men nima qilay? Moskvalikning jig'ildoniga yo'l topaymi? Yo'q. Endi qarab o'tirsak bo'lmaydi. Mahmud, sen qilayni olginu Moskvaga uch. Endi gap bunday. Hosilboyvachcha osilmagan, yoqilmagan, otib tashab ko'mib yuborilgan. Kim aytdi? Nashalnik aytdi-ku, tayin odamimiz bor deb. Endi gap bunday. Mozorga borib, qabristondagi go'rkovdan gap olasan. Tushundingmi? Men-ku gap olaman, lekin odamingizdan gumonsirab qolishmaydimi? To'g'ri aytibdilar. Shu qo'yib uchun 5-6 qabristonga borishingga to'g'ri keladi. Ha, yana bitta gap. Asadbeyning kuyovini otib ketishibdi. Elchinnimi? Hosilboyvachchani otilishiga javobmi? Bek. Hammasi joyida bo'ladi. Ustalarning haqiga sal kam xarjroq bo'lib qoluvdik, ishga chiqmaymiz deb xafa bo'lib ketishibdi. Sen nomard ustalarni haqini o'marmaganingda yetgan bo'lar edi. Bek, bunaqa dema. Astag'firulloh. Tepamda Xudo bor. Yana nima? Nima gaping bor yana? Noto'g'ri informatsiya kelibdi sizga. Boshimni qotirma meni, xo'pmi? Menga juda ham to'g'ri xabar keladi. Hajga borishingga ham yolg'on xabarmi? Rost beka, rost. Men aslida shu gapni aytmoqchi bo'lib keldim oldingizga. Pulni qayerdan olmoqchisan? Oxiratda nima deb javob beramiz? Bu yog'ini ham o'ylaylik. Oxirat degan, menga qara. 15 ming bilan borib kelish mumkin-a o'sha yoqqa? Albatta. Mayda chudasi ham bo'ladimi? Bo'ladi. Xarajati hammasini qoplaydimi? Chiqadi, qoplaydi, hammasini qoplaydi. Uncha qoladi ham. Bir 20 mingcha qoladimi? 20 ming qolmasa 10 mingcha qoladi lekin. 10 ming degan? Ha, 10 ming qoladi. Hisoblab chiqibsan-da, ha? Endi odamlar gapirib yurishibdi-yu. Mana u 10 ming olganda qulog'ingga qo'yib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iflos qilmagan. Masjid to'g'risida qolgan tushundingmi? Olan uni. Beka, rahmat, tamom bo'ling.